Mavzu: simsiz aloqa tizimlarida axborot resurslarini himoyalash. Wireless Network Information Resources Protection bu mavzu simsiz aloqa tizimlarida Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee va boshqalar ma'lumotlarning maxfiyligi, konfidensiallik, yaxlitligi, integrity va mavjudligini availability ta'minlash usullari haqida. Simsiz tarmoqlar simli tarmoqlardan farqli o'laroq signallar havoda tarqaladi. Shuning uchun ularni tinglash, eavesdropping o'zgartirish yoki ruxsatsiz ulanish osonroq. Shuning uchun maxsus himoya mexanizmlari kerak. Simsiz aloqa tizimlarining asosiy xususiyatlari va xatarlari. Simsiz tarmoqlar quyidagi texnologiyalarga asoslanadi. Wi-Fi oilasi uy, ofis va jamoat joylarida eng keng tarqalgan. Bluetooth qisqa masofali qurilmalar, telefon, naushnik. Smart soat uchun Zigbee, aqlli uy uchun kam quvvat sarflaydigan past tezlikdagi tarmoq. Boshqalarga lifi yorug'lik orqali va hakka. Asosiy xatarlar: real va keng tarqalgan eavesdropping, tinglash ochiq yoki zaif shifrlangan tarmoqda trafikni ushlab qolish. Man-in-the-middle hujumlari: hujumchi o'zining ortiga qo'yib ma'lumotlarni o'qib yoki o'zgartirib yuboradi. Rogue access point soxta ulanish nuqtasi: hujumchi haqiqiy Wi-Fi ga o'xshash soxta tarmoq ochadi. Masalan, FreeWiFi nomi bilan va odamlarni ulantiradi. Evil Twin hujumlari: haqiqiy tarmoq nomini nusxalash. Deautentisatsion hujumlari: qurilmani tarmoqdan uzib tashlash. DOS Butfarsa va Dictionary attacks: parolni taxmin qilish. Yot qurilmalar uchun qo'shimcha xatarlar: zaif parollar, yangilanmaydigan firmware. Bu xatarlar natijasida shaxsiy ma'lumotlar, parollar, banking kartalari, korporativ sirlar yoki hatto butun tarmoq nazorati yo'qolishi mumkin. Wi-Fi himoyasi: asosiy protokollar. WebPav va Wi-Fi xavfsizligining asosiy evolyutsiyasi quyidagicha. Web Period Equivalent Piracy eng eski va eng zaif Hertz algoritmidan foydalanadi. Hozirgi vaqtda bir necha daqiqada buziladi. Hech qachon ishlatmang. Deprecated va Wi-Fi Protected Access Webning vaqtinchalik yaxshilangan versiyasi kip ishlatadi. Hali ham zaifliklari bor, lekin webdan yaxshiroq va eng keng tarqalgan AES-SMP shifrlashdan foydalanadi. Ikki turi bor. Personal password oddiy parol sharoitga Enterprise 10 va radio server orqali har bir foydalanuvchi uchun alohida autentifikatsiya usullari bilan va hali ham yaxshi, lekin offline Dictionary attacks-ga zaif va hozirgi eng kuchli standart. Asosiy yaxshilanishlar: simultaneous authentication of equals parolni taxmin qilishni tengllashtiradi. Forward set beradi. Har bir qurilma uchun individual shifrlash. Popit Wi-Fi'da ham yaxshiroq. Maxfiylik Protected Management Frames PMF majburiy deaut hujumlariga qarshi himoya. Bitli shifrlash variantini Enterprise uchun tavsiya. Yangi qurilmalarda va yoqing agar eski qurilmalar bo'lsa va mehet rejimidan foydalaning. Hech qachon web yoki oddiy birni ishlatmang. Qo'shimcha standartlar va management frame protection boshqaruv frenlarini himoyalaydi. 10-Enterprise tarmoqlarda kuchli autentifikatsiya amaliy himoya choralari. Pestsiz simsiz tarmoqni himoyalash uchun ko'p qatlamli yondashuv kerak. Kuchli shifrlash va autentifikatsiya yoki AES-ni yoqing. Parolni uzun, belgi murakkab va noyob qiling. Hech qachon default parolni qoldirmang. Sitni yashirish va o'zgartirish. Sit tarmoq nomini default holatdan o'zgartiring. Sit browsersni ochirish mumkin, lekin bu to'liq himoya bermaydi. Hali ham assotsiatsion jarayonida ko'rinadi. Max filtering ixtiyoriy, faqat ruxsat etilgan qurilmalar Max manzillarini qo'shish, lekin Maxni o'zgartirish oson. Shuning uchun asosiy himoya emas. Ghost Network mehmonlar uchun alohida tarmoq oching. Izolyatsiya qiling. Firmware va yangilanishlar oytir va access pointlarni doim yangilab turing. VPN ishlatish ochiq yoki jamoat Wi-Fi'da VPN, masalan Vireward yoki Append orqali trafikni shifrlang. Rogue app va hujumlarni aniqlash. Wireless Intrusion Prevention System Webs'dan foydalaning. Monitor qiling. Soxta nuqtalar, kuchli signal bilan paydo bo'ladigan yangi tarmoqlar. Qo'shimcha choralari. Firewallni yoqing. Yot qurilmalarini asosiy tarmoqdan ajrating bilan yoki
Guest Network va ikki faktali autentifikatsiyaning hamma joyda yoqing bu to'tqini ishlatmayotganda ochiring va discoverable rejimni yoqmang. Boshqa simsiz texnologiyalar himoyasi bu Pairing jarayonida kuchli ping yoki numeris comparison ishlatish eski versiyalarda Blueborne kabi zaifliklar bor. Boot yaxshiroq ZigBee, ICE shifrlash, Network Key va Link Keylar ZigBee Trust Center orqali boshqarish kam quvvatli qurilmalar uchun mos. Lekin to'g'ri konfiguratsiya muhim va mobil operator tomonidan ta'minlanadigan shifrlash qurilma tomonidan VPN simsiz aloqa tizimlarida axborot resurslarini himoyalash bu doimiy jarayon. Eng muhimi fanni asosiy standart qilish, kuchli parollar va muntazam yangilanishlar, ko'p qatlamli himoya, shifrlash, autentifikatsiya, monitoring, VPN foydalanuvchilarini o'qitish bu Blitz Wi-Fi'da ehtiyot bo'lish kerak.